Allah yarı mahallada ijtimoiy yordamlar ko'lamini kengaytirishimiz zarur. Afsuski joylarda ijtimoiy reyestrga kiritishni asossiz rad etish yoki sun'iy ravishda reyestrdan chiqarish holatlari uchrayapti. Oqibatda ehtiyojmand oilalar ijtimoiy yordam olish, farzandini bog'cha va to'garakka berish kabi kafolatlangan xizmatlardan foydalana olmayapti. Xususan 184 ta mahallada bir oy ichida kelgan 2000 arizani barchasi asossiz rad qilingan. Shuning uchun bosh prokuror o'rinbosari Atxamov ijtimoiy reyestr to'g'ri yurilishini qattiq nazoratga olsin. Allayarov, Quronboyev hokimlar bilan yil yakunigacha nogironligi erta aniqlash, ularning xonadonini moslashtirish, ijtimoiy uyga joylashtirish kabi 25 turdagi xizmatlarni mahallaga tushirsin. Allayarov, Mirziyoyev va hokimlar bilan 3 oyda demensiya, aqli zaif shaxslar uchun 250 ta mahallada kunduzgi va uyda parvarish qilish xizmati va madad uylarining faoliyatini yo'lga qo'ysin. 75 ta mahallada o'zgalar parvarishga muhtoj keksalar uchun faol hayot dasturini boshlasin. Ko'chada qarovsiz qolgan va zo'ravonlikka uchragan bolalarga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish uchun Andijon, Jizzax, Namangan, Surxondaryo, Sirdaryo, Xorazm va Toshkent viloyatlarida 2 tadan, qolgan hududlarda bittadan mahallada qo'llab-quvvatlash markazlarini yangidan tashkil etsin.